Mashinamiz ichida ko'rib turganlaringizdek 42 gradus. Ya'ni mashinamiz yonib turibdi. Ayni paytda soatimiz 15:30. Hozir bu mashinamiz shinada 32 balon hisoblanadi. Mashinamizni konsentrol sinab ko'ramiz. Qancha vaqtda ana shu gradusni qanchagacha tushirib bilamiz. Bo'lmasa ketdik. Startni bosamiz, mashinani bitta oldiramiz. Buni olib qo'yamiz bu yerga. O'sha 43 gradus bo'ldi. Konsentrni yo'qaylik. Oxirgi o'sha 4-bosqichga qo'yamiz. Salkam 2 daqiqa bo'ldi. Eslatib o'taman. Biz havoni aylantirmadik. Misol turgan joyda isitmani qilyapmiz-da bu narsani. Gradus 39 gradus bo'ldi. Misol biz havoni aylantirish uchun derazalarni ochib, mashina azna yurg'izganimizda havo aylangan hisobiga mashinani, ya'ni salonning ichidagi gradus tezroq tushirishiga erishgan bo'lardik. Lekin turgan joyda bu narsani sinayapmiz. Hozir 39 bo'ldi. 43 gradusdan 39 ga tushdi. Lekin yaxshigina sovutyapti konditsioner. Ayni paytda bu issiq kunlarda jonni rohatida mashinamiz gradusi 10 gradusgacha tushdi. 43 edi, 33 bo'ldi. 4 daqiqa 37 soniya o'tdi. Sizlarga ham shunday 32 balonni metall yoki benzin variantini tanlaysizmi? Hozir barchasi nalichda tayyor. Batafsil ma'lumot olish uchun pastda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki Dashin Resmi avtosalonimizga tashrif buyuring. Xo'p. 5 daqiqa bo'ladi deyapti. 33 gradus. Mashinamizni ko'ryapsizlar. 7 daqiqa bo'ldi, 31 gradusga tushdi. Va bu turgan joyda, quyoshni o'zida ana shu rezultat bo'lyapti. Xullas gapni ko'paytirmaymizdan sizlarni avtosalonimizda kutib qolamiz. Tezroq kelib, o'zlaringiz ham sinab ko'ringlar.